inshaalloh mana shu qabr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarda istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tunay deganda biz mashinalik ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni turishda tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanalloh deb bir marta aytsak shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozidan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda